Biznes boshlanayotganda joyi arendaga olib foydalangan yaxshimi yoki tayyor joyi sotib olib turib ish qilgan foydaliroq bo'ladimi? Keling, men sizga buni akademiya misolida, Apko akademiyasi misolida tushuntirib beraman. Biz birinchi filial ochganimizda ijara to'lovlarini ijara bo'yicha qilganmiz. U filialimiz hali ham ijarada. Birinchi birlamchi kapital bo'lmagan, lekin kapital yig'ish mobaynida biz Sebzor filialini o'zimizning xususiy mulkka aylantirganmiz. Demak, Sebzor filialimiz o'zimizning bino, bu degani bizning ijara xarajatlarimiz yo'q. Bu bizni narx siyosatida belgilashda juda oson politika yuritishimizga olib keladi va raqobatbardosh xizmatlarni bozorga talqin qilib berishi plyus taraflari misolda aytish mumkin. Samarqand Darvoza filialimizda hali ham ijara. Nega? Chunki u boshlang'ich filialimiz bo'lgani uchun hali ham u yerda mijozlar oqimi bor. Hali ham Apkoni Samarqand Darvoza filiali deb ta'minlashadi va o'zini ijara haqi ham oqlaydi. Plyus minusiga keladigan bo'lsak, birinchi biznesni boshlayotganingiz albatta ijara bilan boshlaganingiz ma'qul. Chunki hali kapitalingiz bo'lmaydi, ijara haqlarini to'laysiz. Bu ham bitta kichkina sizga trigger. То есть men albatta ijarani to'lashim kerak, buni qilishim kerak deb biznesingizni o'z navbatida yaxshi rivojlanishiga ta'minlab berasiz. Kapital yig'ilgani sari albatta siz o'zingizni binoyingizni qurishga va o'zingizni ko'chmas mulkingizga ega bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Chunki bunda siz juda ham oson raqobatbardosh tovar yoki xizmatlarni chiqarasiz, narx bilan bemalol erkin harakat qila olasiz.